Ishonasiz, mana shu 3 ta usul orqali homework, ya'ni uyga vazifa qilishni eng sevimli mashg'ulotingizga aylantirib qo'yaman. Birinchisi gamifying it, ya'ni o'yinga aylantirish. Uyga vazifani mukofotlar yoki ball bilan o'yin tarzida ham bajarishingiz mumkin. Buning uchun Pomodoro texnikasidan yoki meni eng yaxshi ko'rgan ilovam Habitikadan foydalanishingiz mumkin. Bu haqida to'liqroq opisaniyada yozib qoldirdim. Ikkinchisi esa listening to lo-fi music, ya'ni lo-fi musiqa eshitish bo'lib, olimlar bu haqida dars qilayotganda lo-fi musiqa eshitish yaxshi konsentratsiya qilishingizga va o'rgangan narsangizni yaxshi eslab qolishingizga yordam berar ekan. Buni o'zim ham sinab ko'rdim va natijasi shunchaki bomba. Uchinchisi esa watch one, do one, teach one texnikasi bo'lib, bu haqida mashhur Stanford University olimi professor Andrew Huberman shunday deydi: o'zingizni test qilish va boshqalarga o'rgatish eng kuchli o'rganish texnikasidir. Bunda siz kimnidir, masalan, o'qituvchingizni kuzatasiz va yaxshilab o'rganasiz. Keyin esa o'zingiz mashq qilib, turli xil testlarni ham bajarib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni takrorlaysiz. Muhimi esa xato qilishdan qo'rqmang. Keyin esa kimgadir barcha o'rgangan ma'lumotlaringizni o'rgatasiz. Foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, do'stingizga jo'natish esingizdan chiqmasin.